Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga O'zbekistondagi pensiyalar bo'yicha eng so'nggi va aniq yangiliklarni qisqacha tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling va obuna bo'lishni unutmang. 2024-yil 1-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda pensiyalar va nafaqalar 15% ga oshiriladi. Bu prezident Shavkat Mirziyoyevning farmoniga ko'ra amalga oshiriladi. Endi pensiyalarni hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 428 ming so'm, eng kam yoshga doir pensiya 834 ming so'm, nogironlik bo'yicha pensiyalar esa 920 ming so'm. Hukumat pensiya tizimini butunlay isloh qilish ustida ish olib bormoqda. 2024-yil sentyabr oyida Vazirlar Mahkamasining yangi konsepsiyasi ustida ishlashni boshladi. Jahon banki O'zbekistonga pensiya yoshini bosqichma-bosqich 65 yoshga yetkazishni tavsiya qilmoqda. Bu hali rasman qabul qilinmagan, lekin 2025-yil mart oyida 18 yoshgacha bo'lgan nogiron bolalariga tayinlangan nafaqalar uchun davlat tomonidan 163 milliard so'mdan ortiq mablag' to'landi. Xulosa qilib aytganda, pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lyapti. Davlat bu sohani yanada qulay va adolatli qilishni harakat qilmoqda. Shuning bilan bugungi videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng so'nggi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Agar sizga bu kabi yangiliklar kerak bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Albatta, shuning bilan do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Xayr, ko'rishguncha sog' omon bo'ling.